Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi pressimiz sotildi. Bugungi sanaga 2025-yil 18-may kuni topshiryapmiz. Bu pressimiz razmeriga keladigan bo'lsak, 1,5 2,5 bo'ldi. 1 mosi, bort 40 cm, reshotkasi 70, qo'ldan 1,20 bo'ldi. Kontener list bo'ldi tegi. Yaxshi stoplardan qo'yib berdik. Bu Xorazm viloyati Xanqa tumanidan berdik. Press ma'qul bo'ldimi, bura? Ma'qul. Hamma narsasini ustomonga qilib berdikmi? Ikki soat ichida xudo xolasa keldilar, o'zlari tanlab oldik, hamma narsasini ustamga qilib berdik. Necha so'm oldingiz bular? 10 million so'm. 10 million hamma narsasini qilib berdik. Esa tabriklayman, tayinlash shamol o'tsin. Yaxshi kuningizni ishlating. Bu pressimizni romlari shiviller, traktor press brisollarda amortizator, hamma narsasi bu 15 lik Lasetti balonlar bilan mana Jiguli Zosko parkoplar bilan ustamga qilib berdik. 1 tonna 400 lik rossiyskiy zamoklar bilan. Yana bilkasi. Kimga shunday presslar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda presslarimiz bor. Kelasizlar 2 soat ichida xudo xolasa tayyorlab, parkobi elektromontajlar bilan qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.